oq qishloqi. Shuncha pul topganing bilan 1 yildan buyon uying bitmaydi. Ota-onamga mashina olib berdim, umraga olib bordim deb maqtanish bilasan, olib bergan mashinang harom kreditdan kelganligini bilmaysan. Men chiranganing bilan o'g'il farzand, ya'ni erkakni o'rnini bosa olmaysan. Senday sigir axlatini hidi keladigan g'arib qishloqliklar ham ko'payib ketdi. Uyal ham senlarni yo'qotish kerak degan erkak eshityapman. Bu hayotda erkak bo'lib tug'ilish bilan erkak bo'lib yashash juda katta farqi bor-da. Sendaqa erkak bo'lmas, asli mard qiz bola bo'lib tug'ilganimdan faxrlanaman. Uyalish sen nima uchun uyalishim kerak? Ota-onam umraga olib borganim uchunmi? Yo kredit sen harom deydigan kreditga ota-onamga mashina mindirganim uchunmi? Ota-onam erta bir kun o'tib ketgandan keyin qaraydi, ota-onam bo'lsa men shu narsalarni qilardim degan armon menda bo'lmasligi uchun men shuncha narsani qilaman. Sen aytayotgan shuncha pul topib 1 yilda ham uyim bitmaydigan. Meni mashinamda krediti bor, ro'zg'or degan narsa bor. Sen ro'zg'or qilib ko'rmagansan, xonadoniga ikkita non ko'tarib bormagansan. Bu narsani sen qayerdan ham bilarding? Sen noming erkak. Oddiy qishloq aholisini xarid deb sendaqa shaharlik oliftalariga qolmagan. Nemamiş qo'ldan sigir tappisini hidi kelarmish. Seni og'zingdan sigaret hidi keladigan og'zingdan o'sha sigir tappisi keladigan qo'limiz 1000 marta tozaroq. Tushundingmi? Chunki seni ham ota-onang bir paytlar qishloqi bo'lgan. Oddiy qishloq aholisi sigir boqsa ham yo tappini hidi yesa ham mehnat halol yo'l bilan pul topadi. Sendaqa otasini pulini ishlatib kar-kar qilib yurmaydi. Sendaqa erkaklarga erkak degan nom harom. Sendaqa nomi erkak asli it bo'lgan insonlardan ko'ra oddiy qishloq qiz qo'limdan sigir tappisini hidi kiyib yurgan oddiy qishloq qizi bo'lganimdan 1000 marta faxrlanaman.